To'xtang, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimizni o'tkazib yuborish yo'q. Chunki super kvartiramizni obzorini sizlar uchun olishga keldik-ku. Bu xonadonimiz arendaga topshiramiz. 4 xonadan iborat. 3 ta balkoni bor. Lokatsiya qayerda deb so'rayapsizmi? Lokatsiyasini ham aytib o'taman. Yakkasaroy tumanida joylashgan. Novostroyka. Bu xonadonimizni ko'rib turib, voy xonasida ichida hech narsasi yo'q ekan-u deb hayron bo'ladigan bo'lishingiz aniq. Bu xonadonimizga narsalar qo'yib beriladi. Gilam desangiz gilam qo'yib beriladi, mebel desangiz mebel qo'yib beriladi. Mebeli bor xonamiz ham bor. Bu kattalar yotoqxonasi. Ichida esa sanuzelimiz ham joylashgan. Ko'pchilik mana shunaqa kvartira xohlashadi-yu, ikkita sanuzeli bo'lsin, ichida bitta bo'lsin, tashqarida alohida obshi bo'lsin deb so'rashadi. Mana shunaqa kvartirani sizlar uchun obzorini qilib keldim. Yana bitta mana siz aytgandek, obshi sanuzelimiz, ichida kir mashinalari joylashtirilgan. Yangi kvartira, hali kvartirani biron marta ham turmagan. Hamma jihozlari yaxshi, o'zlari uchun qilib qo'yishgan. Xullas, endi kvartiraga berishmoqchi. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxonamiz. Bu oshxonamiz ham kattagina, xolodilniklarimiz ham kattagina, mikrovolnovkamiz bor, konditsionerimiz bor, koller suvimiz, filtr suvlar hammasi bor. Keyingi xonamiz esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham juda ajoyib qilingan ekan. Unda ham bitta balkonimiz bor ekan. Balkondan esa shahar shunaqangi chiroyli ko'rinar ekan. Bir ko'rsangiz sizga yoqadimi? Balkon yopayotgan joyda qarasam, bunaqa narsamiz ham bor ekan. Bir ko'rsatib qo'yay dedim, kimlargadir shunaqa narsa ham kerak bo'ladi deb. Mana shkaflarimiz hamma narsasi joy-joyida. Yana bitta yotoqxonamiz bor. Keyingi xonamiz, bu xonamizda ham shkaflarimiz bor, sharoitlarimiz yaxshi, hammasi joy-joyida. Agar bu kvartiramiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda qoldirgan telefon raqamiga bog'lanishlaringiz mumkin. Smart Uylar kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, kvartira izlab yurgan tanishlarimizga bu videoni yuborib qo'yamiz. Toshkent shahardan uy sotib olmoqchimisiz yoki arendaga bermoqchimisiz? Barchasiga o'zim yordam beraman.